Salom do'stlar, sizlar bilan men Abduraufman. O'tgan videoda men bitta yerda vijivaniya qilgan edim. Birinchi qismi deb, ikkinchi qismini chiqaraman degandim. Yomon xabar bor. O'sha yerimda o'lgan ekanman va o'chib ketibdi. Shunday bo'lgani uchun men yangi yerdan boshqatdan umuman boshqatdan kuchaymoqchiman. Shuning uchun uzr, kechirasizlar. Anta men qishloq ko'rdim. Ketdik do'stlar. Qishloq topdik. Tug'ilgan temirchining uyi bor. Yaxshi do'stlar. Kanalga obuna bo'lib va videoga like bosib esdan chiqmasin. Xullas, qishloq topdik. Qishloqqa borishdan oldin sal kuchayib olamiz. Kim Minecraft o'ynaydi? Kommentariyaga yozib qo'ying, iltimos. Sizning kommentariyangiz biz uchun muhim. Xo'sh. Siz shuncha temir topgandim do'stlar. Shuncha emas, bitta temir degan. Babiramda. Zerikib qoldim. Zo'rim yaradi. Kim hackerni tanisa, kommentariyaga yozasizlar. Hacker deganlar obuna bo'lamiz. Hacker deganlar obuna bo'lamiz. Artefakt deganlar like bosamiz bu videoga. Bu ishni qilasizlar deb umid qilaman. Men shundan qaysi birida ko'p anaqa borligini bilaman. Siz unaqa deyishingiz mumkin. Sizda o'zi obunachingiz ko'p-ku deyishingiz mumkin. Men hali obunachim yo'q bitta ham. Men shuning uchun siqilib o'tiribman, do'stlar. Meni bitta like'im bor. Oy do'stlar. Biz bayrammi bugun? Bugun bayram. Uxlatdik xullas. Kirkalar yo'qmi bu yoqlarda? Ne bo'ladi? Do'stim, sen qiynalmaysan bu yoqqa chiqishga? Qiynagan akaga. Oh my god. Ana shunday qilamiz. Xo'sh. Qishloq yaxshi qishloq. Yashasa bo'ladi, chidasa bo'ladi. Men yashamayman prosta endi. Boshqacha uy ekan. Bu qanday uy? Galim bor ekan yaxshi. Men bu uyga kirmoqchiman men. Oho, yangicha uy. Bunda pechka bor, bu shart emas. Menga mana bu kerak. Biz mayli yaxshilik qilib galimni o'ldiramiz albatta. Meni yaxshi deb o'ylanglar, chunki halim yaxshiman. Endi majburlikdan bo'lyapti. Bu nimadir yasab olishim kerak. Qo'l bilan urib bo'lmaydi. Do'stlar, verstaga solaman. Rasvo qildim. Endi yana rasvo qildim. Buni to'g'ri qildim. Biz hozircha kirka olib turamiz. Do'stlar, qutqaringlar. No. Nima qilaman? Havoyim ketguncha chiqa olaman deb o'ylayman. Bo'ldi, hammasi yaxshi. Xavf ortda qoldi. Ortda qolmabdi. Endi ortda qoldi. Suvni tagida ham bo'ladimi? Endi shuni ko'ramiz. Agar bu yerda bo'lsa, endi bilmadim. Bu ancha yaxshi. Tosh chiqyapti.
Tezroq kovla. Do'stlar, iltimos bosinglar. Buni ikkinchi qismi chiqishi 100%. Birinchi qismi chiqdimi? Unda anaqa bir Minecraft o'chib ketdi. Boshqatdan yukladim. Minecraft o'chib ketdi-da, bilmayman qanaqa qilib o'chib ketdi. Hayron qoldim. Endi boshqa iloj yo'q deb yuribman. Oshirib ortib ketdik endi. Ya kirkaman bechoraga o'xshab qoldik. Loyam bor ekan. Shunay. Bo'ldi do'stlar, keldik. Atroflarga qaraymiz, lavani ko'rdik. Nimaga kiymadim shuncha bettam yurib. Hop, verstak. Olmabman-ku verstakni. Sindiramiz. Hop, bu firmani o'zimizga qilib olamiz. Buni nima qilasan desa, men o'zim unaqa narsa yemayman. Nima kerak? Hamma kerak bo'ladi. Mana men bu bo'lmaydi, menimcha. Bu ham bo'lar. Qani? Hammayla. Men bu videoni hozir ham to'xtatishim mumkin, lekin mayli oxirigacha o'ynaymiz. Ya'ni oxirigacha emas, bu videoni mashina nechta qismi chiqsin o'zingizlar kommentariyaga yozasizlar. Как раз 4 ta anaqa. Galimni bitta shappat qilamiz, qochamiz. Voy onajon, qochdik. Yugur. Do'stlar, hozir galim keldi, keyinroq uramiz. Xayr do'stlar, hammaga xayr. Video tugadi. Men boshqa, voy do'stlar, qayerdan keldi bu? Do'stlar, boshqa ilojim yo'q, qochishman. Tugatmoqchi edim men. Qochma, videoni tugatay. Xayr do'stlar, video yakunlandi. Ikkinchi qismi albatta chiqadi. Xayr.